Assalomu alaykum obunachilar. Horma oqamazangiz yaxshimi? Buyimiz. Nomi nima oqa bu balig'i? Bu mana cho'lni pestra balig'i, eng shirini, bozor bo'yicha eng zo'ri, sazan bilan bir xil yuradigan balig'lar. Narxi nechi pilla oqa bu? Narxi bilan 35 ming so'mdan cho'lni pestra 2 kilo 2,5 kiloligi. Balig'i eng shirini, qiltirib nima bu balig'i? Bu laqqa balig'i bu, afrikanskiy laqqa deydi. Hozir o'zimizni Namanganskiy ketgan bu laqqalarimiz, xudo xolasa. Bu kelganiga 10 yil bo'ldi. O'zimizni mesneylashib ketdi bu baliq. O'zimizni Yangiqo'rg'onniki. Mana sazonlarimiz bor, rezason suv ombori baliqlari mana ular ham. O'ta shirin. Daryani balig'idan zo'r mana baliqlar. Bular 50 ming so'm, 48 mingdan beryapti mana sazonni. Mana qizil qanotlar bor, oq balig'i tozasi. Bu ham zo'r, qiltirig'i kamroq, ta'mi rosa shirin baliq. Mana oq baliqlarimiz bor mana. Oq baliqlarimiz ham yaxshi. Qiltirig'i katta-katta 1,5 kilo, 1 kilo 600 lik baliqlarimiz. Kelasi bilan 25 ming so'mdan. 25 mingdan qilib beradi. Ha, 25 mingdan qilib beraman 1,5 kiloligini. Mana 1 kiloliklari bor, 23 ming so'mdan bo'libdi. Mana 1 kilo 200, 1 kilo 300 liklari 23 ming so'mdan. Mana cho'lni pestiramiz bor, sazonlar bor. Hamma baliqlardan bor. 5 kilo, 4 kilolik, 3 kilolik baliqlarimiz bor. Amurskiy degan baliqlarimiz bor, amur sazonlarimiz. Bu ham o'ta shirin baliq, qiltirig'i kam. O'zini tozalab, chiroyli qilib beradi. Ha, tozalab ichida tayyor qozon. Instagramdan ko'rib keldim desa ozroq qilib beradi. Ha, chiroyli, xudo xolasa el qotari. Bo'ldi. Baliqlarimiz ozon. Hamma joydan bizda baliqlarimiz eng ozon joy Chorsu bozor bo'ladi, omalar.